Assalomu alaykum. Eng arzon agrotexnikalar kanalining kuzatuvchilari. Bormisizlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Bugun sizlarga bugun Hindistondan keltirilgan 2+1 omachimizni videosini qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Bu omachimiz Hindistonda ishlab chiqarilgan. Vesi 570 kilo, 90 kuchdan yuqori bo'lgan agregatligi mo'ljallangan. Bu omachimiz Lemkin omachlar bilan bir xil sifatda, bir xil dizaynda, lemix atvarlari, do'litalarigacha Lemkindagi birga bir tushadi bunga. Vesi 570 kiloligi va narxi ancha Lemkindan arzonligi bilan ajralib turadi bu. Qulay, Lemkinga nisbatan. Bu omachimiz haqida to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, yuqorida belgilangan telefonlarga telefon qilib yanada to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu omachimizning narxi 115 million so'm. Kafolati, servis xizmat zapchastlarida muammo bo'lmaydi. Chunki sinovdan o'tgan omach bu. 2 yildan beri O'zbekiston bozorida bor, ancha mijozlarga yetkazib berdik. Baraka topib, xursand bo'lib ishlatishyapti. Xohlasa kimga yana shunaqa omachlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olishingiz mumkin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Sizlarga manfaatli va kerakli va arzon sifatli agrotexnikalarni ko'rsatib borishda davom etamiz. Rahmat.